xemirni jug'urib olamiz. Xemirni jug'urish jarayonida suvni qaynatib olamiz. Xemir jug'urilib bo'ldi. Suvni qaynab tayyor bo'ldi. Xemirni jezi qilib, uni enchikka sozab, suvni tashlaymiz. Suvni bu pishish jarayonida biz bu tarafda sosini tayyor qilish uchun sayko'ktatlarni go'shtni enchik to'g'rab, avval go'shtni andikan qolgan sayko'ktatlarni selib, uni tayyor qilamiz. Bu xemir pishib tayyor bo'ldi. Uning ustiga bu go'sht bilan sayko'ktatlar bilan har xil baharatlar bilan tayyor qilgan sosimizni ustiga qo'yamiz. Sizning oldingizda eng mashhur Uyg'ur yemeği lahm. Mening ismim Muhammad Ali, familiyam Orxun. Men o'zim 1991da Sharq Turkistondagi Qashqarda dunyoga keldim. Undan keyin 2014-gacha universitetini Xitoyninki Tianjin shahrida universitetini tugatgandan keyin 2014 9-oyda Turkiyaga keldim. Şerke Muzaffar bilan bizga o'tkili 2 yildek bo'ldi. Undan burun Ömercan akam. Hesab toplam 9 yil bo'ldi, ammo biz ishlatayotgili bu oshxonni bizga nima qilib 2 yil bo'ldi. Muzaffarni men burundan tatib taniydim, biz Anqaraga kelgandan tatib. Biz shu agar nima qilsam Muzaffar hamda bizningki bu yerda usta tepish biroz qiyin hamda Turkiyada. Uyg'ur, chunki bizning tamoqlarimiz biroz qiyin bo'lg'ashqa biz oldin yepib qo'yib, hamma narsani oldin tayyorlab qo'yib qilmaymiz. Siparish bo'lgandan keyin siparishga qarta qiladigan tamoqlar bo'lgandan keyin biroz qiyin hamda bizning ham. Unda bo'lgandan keyin usta darhol sirtdan bir ustani tepishmi qiyin hamda asosan Uyg'ur usta bo'lmasa boshqalar. Shunga usta hamda ketib qolsa, hamda ketib qilish har ehtimol bor hamda. Shunga Muzaffar aslida bizningki aşkan pastga tushib, u yerda bizningki ustadan 8 oydek buni o'rgandi. Har qanday bir tamoq kelsa, darhol ham do'qmay qig'idakalig'i yetdi. Shunga astiningki ishida Muzaffar kerak yaxshi biladi. Shunga ashtidagi aşkanlik tamoq qiladigan, ya'niki ishlarga men bek aralashmayman. Muzaffar bolalar bilan o'z deyishib, ba'zida yangi tamoq chiqaradigan bo'lsak, ba'zi pastniki to'g'riliq ishlar bo'lsa, uni hamdiki manjiqroq idoriy ishlar bilan oshxonaniki aqsab ishlari, uninki sayko'ktat, go'sht narsalarni olib kelish yoki ustidagi ishlarni qanday bir taraf qilish to'g'riliq ko'proq bu ishlar bilan. Uyg'urlarning ko'p bu sizning deganingizdek Turkiyada emas, dunyoning har qaysi Yevropa, Amerika bo'lsin, Kanada bo'lsin, bir ish qilay desa, darhol qiladigan ishiningki birinchisi hamda shu restoran, oshxona ishi. Buning sababi mencha birinchidan Uyg'ur taomlari, masalan, bizning Sharq Turkiston bu Fars, Arab, Hind, eng muhimi Turk, anadagi Xitoy madaniyatiningki tam uchrashgan bir joyi bo'lg'ashqa tarixdan beri ham geopolitik olarak ham nima nuqtadan aytdi markaz bir yerda bo'lg'achqa faqat siyosiy emas, kultural jihatdan tam bir kultur hamma kulturdan bir qaynashgan yeri bo'lg'achqa bizning tamoqlarimizda, bizning tamoq kulturimizda Turk kulturini asos qilgan, ammo uning yanida Xitoy, yani Tungan, anandan keyin Hind, Fars, Arab kültürünmü ağam bir kültür bo'lg'ashqa. Bizning tamoqlar mayli Sharq Janubiy Osiyoliklar bo'lsin, mayli O'rta Osiyo bo'lsin, eng muhim mayli Turkiyadagi turklar bo'lsin yoki Yevropaliklar bo'lsin, Amerikada, Kanadada zaten har qaysi yerdan kelgan ko'chman odamlar bo'lg'achqa. Hammasininki tamoq nimasiga uyg'un hamda. Mencha shunga bizniki hozir xaridorlarimiz Sharq Janubiy Osiyoliklar bor, Hindistonlik yoki Koreyalik, Yaponiyalik, Indoneziyalik degandek O'rta Osiyoliklar bor, %70 degidek Turk zaten. Bunda bo'lg'ashqa bularningki tamoq nimasiga uyg'un deb o'ylaymiz.
narslardan birisi hem de Uyg'ur restoranları. Mayli Türkiye'de olsun, mayli Avrupa, Amerika'da olsun. Uyg'urlarni hem diasporadagi Uyg'urlarni bir yerga to'playdigan, hamda ularniki to'planadigan birlikda. Anadan keyin ko'rishmaganlarni o'rtaq bir ko'rishib, bir yerda jam bo'ladigan bir o'rtaq bir makon hamda. Ba'zan bayramlarda bo'ldi, ba'zan to'y to'kinlarda bo'ldi, ba'zan nazar charaqlarda bo'ldi. Hamda shuna restoranda qilish orqali hamda shu uzun mezgil hamda hammadan o'zining hayoti bilan aldirash bo'lgandi ekan. Uzun mezgil ko'rishamaydiganlar bir araya to'plandi. Bir yerga keladi. Ba'zan da o'ziniki dardlari bo'ladi. Ularni deyish uchunmi hamda shu bir nəhayət yaxshi bir yer, ən yaxshi yana birisi bo'ladi hamda restoran. Bizniki Uyg'ur balalar bu yerdagisi balalar shu 20 yosh, 22 yosh, 25 yosh atrofida shunday yosh balalar. Bularning ba'zilari shu 2014-15larda biroz chet elga chiqishga biroz nim qilgan vaqtda chiqqanlar, ba'zilari 2010da kelganlar bor. Kelib ham bu balalarning ko'pinchisininki hamda ota-onasi yo'q. Hattoki hech qanday tuqquni yo'q bu yerda. O'zlari tengir qaplam qolgan oilasi bilan 2017dan keyin bularning butunlay aloqasi uzilgan, kesilgan. Bunda bo'lgandan keyin biz hamda garchi bu yerdagi balalar biz bu yerda ishlab qo'ysimi, biz hamda ularni ko'chman, bizmi ko'chman bu yerga o'xshash. Hamda garchi bir ma'noda bular bizni faqat ishlaydigan balalar emas, o'zimizning qarindishi, o'zimizning ukisi, enisi. Shunga ishdan sirtqi vaqtlarda ba'zan bu balalar bilan akufkudek paranglashib, ba'zi ishlarni birga qilib, ba'zida dardlarini anglab, qo'limizdan kelgandek yordam qilib ishlar bo'lsa, yordam qilamiz. Men Sharq Turkistondagi dunyoning har qaysi joylarida butun Sharq Turkistonliklarniki bunga aytib ko'ngil berishli, ota-onalarniki, bolalarniki shunday joylarda nima qilishni, restoranlar bo'lsa birga jam bo'lib, ma'lum bir kunni nima qilib, bir-birlarini ko'rib bolalarmi, bir-birlarini tonib, cho'ng bo'lish uchun yaxshi deb o'ylayman. Bu nuqtadan ham shunga menchi Sharq Turkiston Uyg'ur madaniyatiningki, tilininki saqlanib qilishi, davom qilishi, hatto bir necha avlodgacha bu Sharq Turkiston da'vosiningki davom qilish uchun pek intayin muhim deb o'ylayman. Shunga butun dunyodagi Sharq Turkistonliklarningki buningga ahamiyat berishini, buni eng muhim ishning birisi deb qarashini umid qilaman.